2026-yil 8-aprel. Ushbu loyiha Surxondaryo viloyati Angor tumani Madaniyat mahallasida 366-kontur. Bu yerning hajmi 13 gektarni tashkil etadi. Eni 450 metr, uzunligi 540 metr. Bu yerda karam ko'chatlari ekilgan. 21 ta dehqon xo'jaligi ajratilgan. Har bitta dehqon xo'jaligi 60 sotixdan yer ajratilgan. Karam ekilgan. Karamning tayyor bo'lish muddati 90 kun. Bunga biriktirilgan tadbirkorimiz Agrolimon Bunyod. Sug'orish ishlari, agregat ishlari, mineral o'tlar o'z vaqtida berib kelmoqda. Kelgusida har bitta dehqon xo'jaligimiz yuqori daromad olishi ko'zda tutilmoqda.